Barchaga assalomu alaykum. Bugun eng ko'pchilik qiynalgan reytingdan bitta savol turini ko'rib chiqamiz. Bu heading savol turi bo'lar ekan. Juda ham ko'pchilik qiynaladi, lekin bugun dehqonchasiga sizga tushuntirib beraman qanaqa bo'lishini. Bugungi temamiz meaning and power of smell haqida bo'lar ekan. Aslida headingni qanaqa ishlasangiz bo'ladi. Ikkita usuli bor. Birinchi o'rinda siz mana bu optionlarni analiz qilib chiqasiz. Va keyin o'sha paragrafni o'qib, umumiy ma'no chiqarganingizdan keyin mana shu optionlarga borsangiz bo'ladi. Ikkinchi usul shu boshda paragrafni o'qib turib, keyin optionlarni analiz qilsangiz ham bo'ladi. Esingizdan chiqmasin, har doim javob topganingizdan keyin ustidan chiqib chiqish kerak. Shunda javob topishingiz osonlashadi. O'zi aslida bugungi passajimiz ham juda ham qiziqarli. Hozir birma-bir o'qib javoblarni topar ekanmiz dehqonchasiga. Demak, unda boshladik. Ya'ni meaning and power of smell haqida bo'lar ekan. Bizda o'sha hidni ma'nosi va kuchi haqida. Demak, mana shu kichkina joyni ham ozgina o'qiylik, qanaqa bizda ma'no berar ekan. The sense of smell, olfaction is powerful. Odors affect us on physical, psychological and social level. Bizda hid bilish qobiliyatimiz juda ham powerful, kuchli ekan. U fizически bizga psixologik va social leveldan ta'sir qilar ekan. For the most part, however, we breathe in aromas which surround us without being consciously aware of their importance to us. Ya'ni, juda ham ko'pchilik holatda biz hidlar ekanmiz, aromalarni, lekin uni bizga muhimligini anglay olmas ekanmiz. It's only when the faculty of smell is impaired for some reason that we begin to realize the essential role the sense of smell plays in our sense of well-being. Ya'ni, biz qachon uni sezar ekanmiz, qachonki u hid bilish qobiliyatimiz ishlaymay qolsa, burnimiz ishlaymay qolsa-da, o'shandan keyin bizning hayotimizga qanchalik muhimligini tushunib yetar ekanmiz. Bu umumiy bitta anaqa edi, javob bermaydi, prosta qiziqish uchun men o'qib ko'rdim buni. Endi paragrafni o'qirkanmiz. A survey conducted by Anthony Synod and Montreal's Concordia University asked participants to comment on how important smell was to them in their lives. It became apparent that smell can evoke strong emotional responses. Ya'ni bizda o'sha survey olib borilgan bitta universitetda va o'sha qatnashuvchilardan so'ragan ekan. Sizni hayotingizga hid qanchalik muhim? Va o'sha aniq bo'lgan ekanki, bizda hidimizni emotional responselar chiqarar ekan. Ya'ni, hozir mana shu o'qiyga tushuntirib beraman. A scent associated with a good experience can bring a rush of joy, while a foul odor or one associated with a bad memory may make us grimes with disgust. Ya'ni, hid agar sizni mamlakatda tanishingiz bo'lgan, o'sha tanishingizni atrofga juda ham yoqadi. Nechadir yillar o'tgandan keyin o'sha hidni sezib qoldingiz va o'shandan keyin xotiralar kelish boshlaydi. Agar o'sha xotira experience zo'r bo'ladigan bo'lsa, siz xursand bo'lar ekansiz. Agar u inson bilan bog'liq bo'lgan xotirangiz yomon bo'ladigan bo'lsa, emotsiyalaringiz ham yomon bo'lar ekan sizda. Yaxshi xotira bo'lsa, xursand bo'lasiz, yomon xotira bo'lsa, xafa bo'lar ekansiz. Va mana shu xafagarchilik, xursandgarchilikni bizda smell olib kelayotgan ekan. Ya'ni emotsiya bilan bog'liq ekan bu. Respondents to the survey noted that many of their olfactory likes and dislikes were based on emotional associations. Such associations can be powerful enough so that odors that we would generally label unpleasant become agreeable. Xullas aytyapti, ularni o'sha yoqtirishlari, yoqtirmasligi ko'pincha emotsiyaga bog'liq ekan. Demak, oxirgisini ham o'qiylikchi. The perception of smell, therefore, consists not only of the sensation of odors themselves, but of the experiences and emotions associated with them. Umumiy ma'no aytadigan bo'lsam, bizda hid bilish qobiliyati emotsiyalar bilan, hissiyotlar bilan bog'liq ekan.
o'sha ma'no kelib chiqyapti va o'shani to'g'ri yo'lda tushuntirib beryapti, ya'ni participantlar orqali. Demak, mana bu paragraf headingga boramiz, list of headingga. Birinchisini o'qiymiz. Difficulties of talking about smells. Ya'ni hidlar haqida gapirganda qiyinchiliklar. Bizning paragrafimizda bunaqa qiyinchilik haqida bo'lmadi, ya'ni aytishim kerak edi. Hid haqida gapirganda mana bunaqa qiyinchiliklar bo'ladi, bunaqa qiyinchilik bo'ladi, chunki deb tushuntirib beradi. Bizda unaqa ma'no kelmadi. Yoki role of smell in personal relationships. Bizda o'sha nima deydi, relationshipda hidni muhimligi, ya'ni personal relationship deganda bu ota-ona, farzand, turmush o'rtoq tushuniladi, ya'ni personal bo'ladigan bo'lsa. Lekin bu haqida ham bizda informatsiya kelmadi. O'shaning uchun ikkinchi bizda javob bo'lmas ekan. Keyingisi future studies into smell, ya'ni smellga kelajakda studiyalar olib borish. Kelajak haqida umuman informatsiya kelmadi. Ya'ni kelajak haqida gapirish kerak. Kelajakda bunaqa bo'ladi, kelajakda unaqa bo'ladi degan. Unaqa ham bo'lmadi. Keyingisi relationship between the brain and nose, ya'ni bizda miya bilan burun o'rtasidagi bog'liqlik. U haqida ham kelmadi. Ya'ni brainni qaysi qismi burun bilan bog'liq, o'shaning uchun nimadir bo'ladi degan info men o'qimadim. Demak, 4-chi ham bizda javob bo'lmas ekan. Keyingisi interpretation of smells as a factor in defining groups. Qanaqadir guruhlarni aniqlashda smellni interpretation kelmadi. Smell masalan bunaqa bo'ladi, bunaqa joyda deb, ya'ni smellni nima deydi, interpret qilib beradi. O'zbekchasini topolmadim hozir. Keyingisi why our sense of smell is not appreciated. Nimaga bizning hid bilish qobiliyatimiz qadrlanmaydi? Ya'ni nimaga why deyaptimi? Chunki bu yerda sababini aytish kerak edi, reason. Bu yerda ham kelmadi bizda. Chunki bunaqa bo'ladi, chunki unaqa bo'ladi. Keyingisi smell is our superior sense. Smell bizning eng kuchli o'sha his bilishimiz. Unaqa ham emas-da. Smell bilish, nima deydi, his bilish qobiliyati unaqa, bunaqa super yordam beradi, unaqa deb gapirmayapti. Demak, bizda 7 ham javob bo'lmas ekan. Va oxirgisi qoldi. The relationship between smell and feeling. Bizda hissiyotlar va hid bilish qobiliyati o'rtasidagi bog'liqlik. Ha, aytibdi, agar seni o'sha nima deydi, smell hidlagan paytingda agar o'sha inson bilan yaxshi bo'lsa, sen xursand bo'lasan. Xursand bo'lish bu hissiyot-ku. O'shaning uchun ham bizda javobimiz 8 bo'ladi. Feeling, emotion bizda sinonim bir-biriga. Demak, A paragrafimiz 8 bo'lar ekan. Okay, kodni semizgina 8 yozamiz hozir. Okay, yes. Endi B paragrafni o'qiymiz. Others are also essential cues in social bonding. Ya'ni bu yerda aytibdi, o'sha hidli bonding degan narsa bu relationship degani. Juda ham muhim ekan bu. Relationship deganda o'sha javobdan sal yaqinlashyapti, sezyapsiz qanaqa javobligini. Давайте davomini o'qiylik. One respondent to the survey believed that there is no true emotional bonding without touching and smelling a loved one. Ya'ni aytibdi, bizda haqiqiy o'sha bog'lanish bo'lmas ekan, tegmasdan, o'sha yaqin insoningizni hidlamasdan turib turibdi. In fact, infants recognize the odors of their mothers soon after birth, and adults can often identify their children and spouses by scent. Ya'ni aytibdi, aytadigan bo'lsam, chaqaloqlar o'zini onasini sras tug'ilgandan hidini bilar ekan. Yoki kattalar o'zini bolasini yoki o'sha turmush o'rtog'ini hidi orqali tanir ekan. Ya'ni o'sha kelyapti bizda hidni relationshiplarda muhimligi. Bu o'sha bolangiz bilan, turmush o'rtog'ingiz bilan yoki chaqaloqlar onasi bilan deyapti. Yana shu javobga yaqinlashyapmiz. In one well-known test, women and men were all able to distinguish by smell alone clothing worn by their marriage partners from similar clothing worn by other people. Ya'ni aytibdi, shunaqa test olib borilgan, o'sha erkaklar va ayollar o'zini turmush o'rtog'ini hid orqali topish kerak, kiyimini. Yoki kiyimi qolgan o'sha hid orqali qaysi birisi o'sha turmush o'rtoqligini bilish kerak. Demak, umumiy ma'no nima deyapti? Family member davom kelyapti-da. Ya'ni hidimiz o'sha relationshiplarda muhim ekan. Va javob qaysi bo'ladi bizda? Difficult haqida gapirmadi, men uchirmanman. Difficult haqida gapirmadi. Role of smell in person relationship bo'ladi. Da, конечно. O'sha javob ko'rasiz, qanaqa ma'no kelib chiqyapti? 2 bo'ladi.
Keyingisi bizada. Mana. See, in spite of its importance to our emotional and sensory lives, smell is probably the most undervalued sense in many cultures. Ya'ni, bizani o'sha emotional sensory life'imizga muhimligiga qaramasdan turib, hid judayam o'sha many kulturlarda eng qadrlanmaydigan hissiyot ekan, sense ekanda. Yani o'zi javob kelyapti-da. The reason often given for love regard in which smell is held is that, in comparison with its importance among animals, the human sense of smell is feeble and undeveloped. Yani nima deyapti? Bizani hayotimizga muhimligiga qaramasdan qadrlanmaydi ko'p culturelarda va uni nega qadrlanmasligini tushuntirib beryapti. Chunki hayvonlar bilan nima deydi, taqqoslaganimizda feeble ekan, bu unaqa rivojlanmagan ekan insonni hid bilish qobiliyati. Okay? Demak, nima degani bu? Bizga qadrlanmaydi va nega qadrlanmasligini bu yoqda oxirigacha o'zi tushuntirib beryapti. Okay. Our noses are able to recognize thousands of smells and perceive odors which are present only in extremely small quantities. Bizda burnimizda juda ham ko'p hidlarni tanir ekan va o'sha hidlarni perceive qilar ekan, ular juda ham kichkina miqdordagisini. Ular qachonki present bo'lganda. Okay? O'shaning uchun ham masalan small quantity bo'lsa ham u biladi va bu narsa bizning ko'zimizga ko'rinmaganligi uchun ham u qadrlanmas ekan. Va javob qaysi bo'ladi bizda? Why our sense of smell is not appreciated? V1 bo'ladi. Ya'ni bu 6. 6. Endi dinamikda o'qiymiz. Давайте. Smell, however, is a highly elusive phenomenon. Odors, unlike colors, for instance, cannot be named in many languages because the specific vocabulary doesn't exist. Ya'ni bizda hidlarimizni ranglarga o'xshamagan holatda ko'pgina tillarda buni ismini ayta olmas ekanmiz. Ya'ni uni tasvirlab beradigan qanaqadir specific vocabulary yo'q. Masalan, it smells like we have to say when describing an odor, struggling to express our olfactory experience. Ya'ni biz masalan hidni aytayotgan paytimizda menga o'xshaydi, anuchi deb qolamizda, ya'ni qiynalar ekanmiz o'zimizni hid bilan bo'lgan voqeani express qilayotgan paytimizda. Nor can odors be recorded. Ya'ni даже ularni rekord qila olmas ekanmiz, ya'ni telefonga rasmga olibdi, yoki there is no effective way to either capture or store them over time. Даже uni qo'limizda ya'ni capture qila olmas ekanmiz yoki qanaqadir saqlab qo'ya olmas ekanmiz, effektiv yo'li yo'q ekan. O'shaning uchun ham qiyin ekan bizga qanaqadir hidni tasvirlab berish. Okay? So bizda umumiy ma'no chiqyapti, hidni tasvirlab berish qiyin. Chunki uni nima deydi, aytib beradigan qanaqadir topic vocabulary'si lug'ati yo'q ekan. Qaysi bo'ladi bizda? Difficulties of talking about smells, hidlar haqida gapirish qiyinchiliklari da bizda birinchi bo'lar ekan. Okay guys, ini ham o'qib beraman. Keyingisi. Most of the research on smell undertaken to date has been of physical scientific nature. Okay, scientific advances have been made in the understanding of biological and chemical nature of olfaction, but many fundamental questions have yet to be answered. Xullas bizda o'sha biologik, ximik nature'ni, tabiatni o'rganish uchun juda ham ko'p scientific ishlar olib borilgan ekan, lekin shunday ham fundamental savollarga javob topilmayapti. Researchers have still decided whether smell is one sense or two. One responding to odors proper and the other registering odorless chemicals in the air. Xullas bizda olimlarimiz bilmas ekan, bu hidimizda bittasimi yoki ikkitami bilmas ekan. Other unanswered questions are whether the nose is only part of the body affected by odors. Bizda boshqa yana savollarga javob topilmagan. Bizda burnimiz faqatgina hid biladiganmi?
yoki boshqa joy ham bormi tanani qismi deyapti. How smells can be measured objectively given non-physical components. Questions like this mean that interest in the psychology of smell is inevitably set to play an increasingly important role for researchers. Bu yerda javob yashirin kelyapti, ya'ni aytishadi qog'ozga o'rab gapiryapman dedi-ku, tipa mana shu yerda ham i paragrafimizda qog'ozga o'rab gapirgan. Ya'ni umumiy ma'noni aytaman, bizda o'sha hidni tushunish uchun juda ham ko'p resurslar olib borilgan, lekin shunda ham ko'pchilik savollarga javob topilmagan. Ular bilmas ekanda va aytayapti, mana shunaqa savollarga javob topish menimcha olimlarimizga muhim rol o'ynaydi deyapti. Ya'ni bu savollarga javob topishadi ular, ya'ni kelajak haqida gapirilyapti. Davaysi buni savol-javob qiyin, javoblarni chiqarish orqali anaqa qilamiz. To'g'ri. Future studies into smell bo'lishi mumkin. The relationship between brain and nose. Bu yerda miya va burun haqida gapirilgan, lekin brain haqida gapirilmaganligi uchun 4-ni chiqarib tashlaymiz. Keyingisi, interpretation of smells. Bizda har bitta smell interpret qilib bermadi. Bu ham 5 ham bo'lmaydi. Smell is our superior sense. Smell bizning eng kuchli o'sha sensimiz. Yo'q, bu haqida ham gap bo'lmadi. Kuchli, unaqa muhim hayotimizga bunaqa deb, ya'ni ko'proq super tomonlarni ko'rsatish kerak edi. Unaqa ham bo'lmadi. O'shaning uchun 7-ni ham chiqarib tashlaymiz. Va bizda 3-qavat aytdim men sizga. Bu qog'ozga o'ralgan savolga javob. Ya'ni masalan, savolga javob topilmagan deyapti-da, men bu yerda savolga javob topilmagan va kelajakda degan ma'noda researcherlarga bu narsa muhim rol o'ynaydi va ular kelajakda topishadi bu savollarga javob deyapti. Ya'ni hali bizda research bo'ladi smellga va bu kelajakda degan ma'no kelyapti. O'shaning uchun javobimiz i bo'lar ekan va sizga F paragrafni o'qishingiz kerak va javobni toping, men sizga ishonaman va kommentda o'sha savolga javobni toping va men omadli insonni tanlab turib reading kursiga 50% skidka beraman. Demak, hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha